بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, Bismillah, Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir deydu. Demek bu ayette Allah Subhanahu ve Teala üçün asmallardaki barlık şey ile ve zemindeki barlık şey ile Allah Subhanahu ve Teala'nı pak dep yarattı. Yani bir manası Allah Subhanahu ve Teala'nı hakiki paklaş üçün Allah Subhanahu ve Teala buyurgan işlerini kılıdı. Yani bir manası her bir şeyi Allah Teala buyurgan işini kılış arkalık Allah Subhanahu ve Teala'nın asman ve zeminini başkuruvatkallıkını, Allah Subhanahu ve Teala'nın ki asman ve zeminin igiskellikini, Allah Subhanahu ve Teala'nın yalğız şirik yok ilah ikenlikini pakitlap ispatlaydı. Demek hayatlıktaki her bir şeyde canlanış var, aktiflik var, tirişçallık var. Her bir şeyde Allah Subhanahu ve Teala kul buluş var. Bulup mu bizning igimiz Allah Subhanahu ve Teala kiç gündüz hayattır. Allah Subhanahu ve Teala daim kiç gündüz insaniyetinin işine mesuldur. Biz hakiki canlılık bulaylı, aktif bulaylı, biz horuluk karıştıraylı desek Allah Subhanahu ve Teala'nın ügünüşümüz, onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ügünüşümüz gerek. Muş ayetin ahiriste Allah Subhanahu ve Teala dedi ki Allah Teala şundur bağırlık, idarcılık ve Allah Subhanahu ve Teala'ga her bir şeyi hem de eytidu. Allah Subhanahu ve Teala her nersige kadirdir dedi. Demek kıyırındaşlarımız biz Allah Subhanahu ve Teala'nı hakiki layık ravişte maktaydıgan Allah Subhanahu ve Teala'nın uruluğallığımız üçün Allah Subhanahu ve Teala razı bulduğun işlerine aktif bulalaydıgan, hurulluğu karıştıralaydıgan, halis mümin bulduğun vaktimizde asman ve zemindeki Allah Subhanahu ve Teala'nın bağırlık mahlukatları katarı da Allah Teala'ga hakiki kul boğan bulumuz. Eğer undak boğmaydiken biz Allah Subhanahu ve Teala'ga asman ve zemindeki kul boğan bağırlık mahlukatla katardığını bulalmayımız. O vakitte horulluk süptini ağan münafık, yak horulluk süptini ağan her kandak bir Allah Subhanahu ve Teala'nın mes'udini ağmıgan pasıkla katarı ötüp kalımız. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alahide horulluktan panah sürap, ey Allah hakikaten men panah süreymen özür bilen gamdin, işpişiktin, acizliktin, horulluktin, bıkıllıktin, korkuncaklıktin dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manı şu Allah Subhanahu ve Teala'nın ki rahmetinden yirak kılıdığan Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunda müstehkem durup aktif palette hizmet kılıdığan ibadetini mi, kulçulukni mi ve her kandak bir dünyalık hizmetini mi yaxşı kılıdığan işini tosap koyduğun işinin ki biri horuluk ikenlikini belki muşu her türlü gamlarının bizden hayatımızı kep kılışkı sebep bulduğun işinin ki horuluk ikenlikini müşediste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alahide bayan kıldık yerindaşlarımız. Hem şundakla bu horuluk bizninki dünyada mı, ahirette mi ziyan tartışımızga sebep buldu. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Men kana yuridu harsel ahireti necid lehu fi harsihi her kandak bir adam ahirette yaxşı netice, ahirette yaxşı mulhusul elişini irade kıldıken biz o kişinin ki mulhusulga tıkımız ziyade hasselep sevap birimiz. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ her kandak bir adam dünyanın mahsulatına erişini, dünyanın nimetine erişini irade kılırken biz o kişiye dünya nimetinin birimiz,
va u kishiga oxiratdan hech qanday nasib yo'q deydi qarindoshlarimiz. Demak, bu oyatda bizga shundoq bir amaliy haqiqatni ko'rsatib qo'ydiki, bu dunyoning nasibisini va oxiratning nasibisini birga kutib, oxiratlikni dunyodan yuqori bilgan musulmonlarga dunyo oxirat katta ne'mat. Dunyo va oxirat g'alba, dunyo oxirat dushmanlari ustidan g'olibiyatga erishish, jamiyatda o'ringa erishish, oilalarini halol kasb bilan baqalaydigan baxtga erishish, erkinlik, hurlikka erishish, ilm, madaniyat, safa va dunyo oxiratlik baxt saoatga erishtiradigan har qanday bir yaxshi natijalarga erisha oladiganligini Allah subhanahu va taolo o'z fazi bilan tixmi ortiq, tixmi haslab ziyoda ne'matlarni berdiganligini xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga va barliq Muhammad sallallohu alayhi vasallam yurdimangan bizning ajdodlarimiz bo'lgan solihlarningki hammasiga dunyoda Yevropalıga, dinsiz kafirlarga panda, dinde hasqat qudaq darajada dunyo oxiratlik hammasining oldida turalaydigan hokimiyat va jamiyatda, madaniyat va safoda, kasb, hunarda, har qanday bir tirishchanlikda va ziroat va turmush ishlarining hammasida, oila uqumda, nikoh va tazliqda har bir dunyoda qimmat deb qarayotgan hozirgi madaniyatlarning hammasida musulmonlar ilgirki solih ajdodlarimiz mush Allah subhanahu va taoloning yo'l ruhini qabul qilgachqa, Qur'oni Karimning yo'l ruhini qabul qilgachqa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotiga ayishib, aktiv, jalliq bo'lib, hurlikqa fikri jihatdimi, hukum jihatdimi, tushuncha jihatdimi, shariat, din jihatdimi, amaliy hayot va turmush fan jihatdimi qarshi turgachqa, ular hammada g'olib, hammada baxtga erishgan. Hatto u ilgirki ajdod bo'lgan sahobalarimiz nikoh oila ishida bir oila 3-4 balani biqishdan sirib, ularning tirishchanligi oila va jamiyat va dunyoga ta'sir ko'rsatgachga, ular 3 oilani, 3-4 oilani, 8, 10, 15, 20 balalarni yaxshi tarbiyalab, ularning huddusdan chiqib, haqiqiy yaramliq erlardan bo'lishqa, ularning ayollarimi yaramliq onlardan bo'lishqa nisb bo'lgan qarindoshlarimiz. Bizningki buni mushu keyingi davrlarda kafirlarning, dinsiz Xitoylarning bizni qarta ma'lum ayda 500 yoki 400 Xitoy pulisini bizga tutqizib qo'yib, bizni kasbdan, harakatdan, xizmatdan, tirishchanlikdan o'rin qoldirgan mushu taraflari nurg'un qarindoshlarimizni hatto vatandan chet elga chiqqandan keyinmi jalliq bo'lish, aktiv bo'lish, oilasiga, jamiyatiga xizmat qarta hasqatishdan mahrum qo'ymoqda qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz haqiqiy xolis musulmon bo'lamiz deydigan bo'lsak, avvalan o'zimizdagi mush hurlikqa qarshi turaylik, hurlik qarshi kurash, jang qilaylik, ondan dunyo va oxiratning baxt saoatiga erishamiz. Ham shundaqla bu oyatdan keyingi ikkinchi qitim o'qigan oyatimiz shuni bildirdiki, dunyoda har qanday bir kofirma bu dunyolik bir nasibiga erishimiz desa, şu dunyolik nasibiga erishish uchun tirishchanlik qilsa, Allah subhanahu va taolo mush dunyoda birdi. Masalan, biz hozir ismini anglayotgan, biz uningki tarixini hozir qadar qalbimizda ne chiqdim o'qiyotgan, masalan, Yaponiya, Yevropa, nurg'unlagan davlatlar, hatto hozir biz ko'rsatayotgan mush jamiyatda ushadigan mashina, masalan, kun orada mangadigan mashina, har turli narsalarni yasadi deb shundaq nurg'unlagan pantaraqqat organlarida ig'izdan ig'izga tushamay ularni maqtab o'tadi. Ular shu o'ringa nim bilan erishdi? Ho'rullik bilanmi? Yo'q, aktivlik bilan erishdi. Tirishchanlik bilan erishdi. Demak, dunyodami kafir millat orasidan tirishchanlik qilganlari yaxshi natijalarga erishdi. Mush dunyoda bo'lsa-mu, o'zininki mana shu Alloh taolo oyatdan va'da qildi. Biz ularga dunyoda ular tirishgan nasibini beramiz, oxiratda ularga nasib yo'q dedi. Qarindoshlarimiz, biz mushu Alloh taolo bizga topshirgan dunyolik mas'uliyatimizni joyida ado qilsak, bu ado qilishimizda niyatimiz yaxshilan bo'lsa, biz oxiratligimizni taraqqiy qildirsak, dunyoligimizni taraqqiy qildirsak, u vaqtda har ikkilisiga Alloh subhanahu va taolo yaxshi ajrini berdi. Bizga ham oxiratda va bu dunyoda haslab o'zi yordam berdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz,
ma dünyadamı özününki menfaat üçün tirişanlıq qılğan nurgun kapırlar işi yürüdü, terakki kılırdı. Eğer biz horulluqda, eğer biz manım şundaq ilimdimi, her türlük dünyağı terakkiyat ve tetkikat tarqıtılgan barlıq pen terakkiyat merkezdirdi dinimiz ve itikadımızdı ve ibadetimizdi dünyağı yeteşlik kılıdığan barlıq yolbaşçılık mesuliyetimiz ailemizi yeteşlik kılıdığan barlıq ahlakımız ve tirişçanlığımız, halal kesiplerimiz, her bir hizmetlerimizde ustazlarımız ve talip okuşlarımız ve her kandak bir ziyade okuşlarımız okuvatkan, üyünüvatkan bilimleri de horuluk kılıp mesuliyetini ada kılmay şundak yürüyverse ticaretçi, iktisatçılar horuluk kılıp özünün kitapkan pulusta şirket, her türlük kesip ticaret terakkat orullarının kuruş arkalık Müslümanlığa payda yetkizişki tirişçanlık kılmasa manımı şunun hemmisi bu dünyada ularının horulluqıdan kep çıkan iş buludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ular karta alahide Allah Taala'dan panah sürgan, men horulluqdan panah süreymen degen şu dairga kirip kalgan buruduk yerindaşırımız. Şunun için biz muş horulluqdan qutuluşumuz, horulluq karşı can ilan kılışımız, aktif, halis, hakiki, pidakar Müslüman buluşka tirişanlık kılışımız gerek. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesiyet kılıp bundaktaydı. Ey Şeddad İbni Öz, sen kişilerini altın, kümüs saklavatkallıkını kösen, sen tüvendeki bu sözlerini sakla. Yani kişiler pütkül kımmetini altın bilen kümüşka, pütkül kımmetini maddi menfaat gibi gışıvatkan müşündak payette sen tüvendeki sözlerini sakla. Şunda deyin ki, ey Allah hakikaten men sorayman özürdün işte müstehkem turuşni. Din ve dünya her kandak bir Allah'a tapşırgan işimde müstehkem turuşni sorayman degin ve doğru yolga min işte iradilik buluşunu sorayman degin. Her kanda bir hizmet ve her kanda bir vazife ve her kandak bir iş üstümüzde bolsa otturgu bara bolmay yerimiz işlediğen emas belki canlılık aktif kuşuluk olan işini ahırız çıkırdığın buluşumuz gerek. Bulup mu siyasi işlerimizde, bulup mu dini işlerimizde Xitay komünistleri bizge her taraftan hücum kılıvatkan muşundak paytda ahırgıça Allah Teala aldığa ya ki cinimiz, hayatımız şehit olap baradığan ya ki biz şu yolda bizdinki bedenimizden bir tal tutkağımıgışılık kurban bulup gidiğin iş olsama muş işini şeref tep bildiğin hakiki canlılık buluşumuz gerek kıyırındaşlarımız. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men sorayman senden senin rahmetini vacip kıldığın işlerini sorayman degin deydi. Kıyırındaşlarımız Allah'ın rahmetini vacip kıldığın namaz, roza, zakat, hac, davet, islahat, yaxşı güzel ahlakta buluş, rahimdil buluş Müslümanlığa nispeten Allah'ın düşmanları karşı halette hakiki canlılık aktif halette birlikimizni müstehkemleydiğen buluş kuş kuvvet energiyimizni Müslüman ümmetinin dinimizninki terakki kılışı kulluktan harlıktan kutuluşun işe ediğen buluşumuz işe ediğen buluşumuz mana muşundak boğan vaktimizde andın rahmetimiz Allah'ın rahmet vacibatlarını kolumuzu keltüreleyimiz kişilikleri dua kılığan vakitte yetip uxlap namazga çıkıdığan ya namaz okuyduğan ya Kur'an okuyduğan ya Allah Subhanahu ve Taala'nın barışta nasihat kılışıp özara birbirini oңşaydıgan vaxtları da dini mesuliyetini üstümüzge alıdığan yığılışlar buluduğan din üçün hizmet kılıdığan namayişla, hareketla, davetla, doğru Kur'an'a uygun bolgan cihatla her türlü yaş hizmetler bacağıda yetip kutulup ketkendan keyin yaxşı hizmetinin kenedi gayret şikayet kılıp oldurduğan mındak horulluqni taşlap biz canlılık buluşumuzga tirişçanlık kılgan vaktimizde andın rahim Allah Teala'nın dünya ahiretlik rahmetleri bizi şudu. Dünyada kapır Xitay komünistler üstünün galbi kılış, ahirette cennet kiraleyimiz kıyrandaşlarımız. Ve senin mağfiretinin en işencilik mağfiretlerini tileymen diye. Hem de her birisimiz dua kılvatımız. Lakin bizning dualarımız icabet bulup Allah Teala bizni keçirvatdı mı, keçirvatmadı mı bunu bilmeyimiz. Lakin Allah Teala'ga dualarımız keçirim boğudak irade bilen şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrede bir sahabe sana ey Resulullah men cennette hemra buluşun tileymen diyen akıda bana sen köp saydı kılıç bilen yardım kılgın degandek her bir
Allah Taala ularga vazife tapşırgan musulmonlar, ilim vazifasini tapşırganlar, şu ilimde canlılık, aktif, en ilgar buluşqa, o'quvchilarmi ularga topshirilgan shu vazifada eng jonliq, eng aktiv, eng ilg'or bo'lishga, iqtisodi vala shularga topshirilgan shu iqtisodda Alloh rizoligi uchun chiqim qilishda eng ilg'or yaxshi chiqim qilishga tirishchilik qilishda siyosat va harakat va jamoat musulmonlarni kufrning qo'llaridan qutqizishga tirishchilik qilayotganlarmi eng jonliq, eng aktiv, eng kuchli bo'lishga musulmonlar rahbarligi oldiga chiqib payg'ambar alayhisalom va islom raislariga o'xshash aynı vaqtdagi xilofat raşidlarga o'xshash musulmonlarning g'imiga yetadigan, musulmonlarning ahvolini tashirib turadigan, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'xshash tuvanni yo'qlab turadigan, ularning g'amlari nima, ularning nima dardi va ular qaraydigan xalqimizmi o'zimizning rahbarlari, jamiyat kattalari islom diniga to'g'ri yetaklaydigan, Quraysh nuriga uyg'un mangadigan musulmonlarning keynidan bayrog'imizni mustahkam tutib, adolat maydonida mustahkam turib, kufra va uningki qarshiliklari qarta ching turib boy egmey haq adalet meydanında haqni meydana keltirishga tirishchilik qilishda barliqimiz, barliq kuchimiz bilan xalqimizmi, rahbarlarimizni qo'g'daydigan mana shunday aktiv bo'lishga tirishchilik qilsak, andin kech kunduz qo'llarimizdan kelishcha har vaqt qo'llarimizni egiz ko'tarib Alloh subhanahu va taologa duo qilsak, her qandaq bir amalninki farzini qilishdan sirat naflisini billa qilib Alloh subhanahu va taologa yelinsak, ondan Alloh taolaning bizni qarta kechirim qilishi muqarrar bo'ladi va shu vaqtda Allohning bizga dunyodami Xitoy kommunistlari ustidan, barliq zolim kofirlar ustidan g'alaba qozonishimiz, oxiratdami do'zaxning kuyindisi, do'zaxningki ishida mangu kuyib ketadigan ot işideki xabrat qalğan zalim kafirlar işi qatarida ve zalim kafirlarninki agaşri bo'lgan kişiler qatarida bo'lmasdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e halis agaşken sahabeler, ümmetler qatarida Allah'ın rızalıq erişəliyimiz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, men senden senin nimetinge şu eyşini sorayman degin. Allah bergen nimetki şu eyş degen nima dese, Allah bergen barliq hayat, Allah bergen dünyalık nimet, Allah bergen manevi iman, akıl, fikri, to'g'ri bo'lgan sapa, tushuncha ve shundaqla maddi har qanday iqtisod hammasini Allah subhanahu va taologa shu ayta bo'lsak, şu Allah subhanahu va taolo bizni buyurgan yo'lga chiqim qila olgan bo'lsak, Allah to'sqan ishdan yana olgan bo'lsak, ondan haqiqiy Allah subhanahu va taologa shu aytgan bo'lamiz. Ham shundaqla har qanday vaqtda Allah taologa hamdisini shukr aytib elhamdülillah Allah'a şu aytiman deb qanoatchan bo'lib Allah üstümüzge topshirgan vazifalarni bijandil ijro qiladigan, ya'ni qanoatning ma'nosi nima desa, bu qanoat deganning ma'nosi Allah subhanahu va taoloninki dinini ustun qilish, Allah rozi bo'ladigan to'g'ri bo'lgan jamiyatga erishish uchun buning da doim qurbonlik berishda buni qanoat qilmaymiz. Dunyoning hammasi islom huquqiga o'ssin yoki biz ega bo'lgan yurt makonlar erkinlikka erishsin, buning uchun qanmaymiz. Faqat biz qanoatchan bo'lishimiz deganning ma'nosi havasdan keyin kirib dinning, islomiyatningki Allah rozi bo'ladigan muhim xizmatlarning badaliga o'zimizning shaxsiy manfaatini ustun bilib, shaxsiy havasimizni ustun bilib Allah rozi bo'ladigan ishlar uchun qurbonlik bermaydigan havaskor bo'lmaymiz, shahvatparast bo'lmaymiz, dunyoparast diyagar bo'lmaymiz. Balki mana bu hadisda ko'rsatgandek biz Allah bergan ne'matni Allah uchun ishitalaydigan haqiqiy shukr aytganlardan bo'laymiz. Yine sening iboratingni güzel qilishni tilagan biz doim iborat qilamiz. Ammo xo'rligimizdan taratga og'il qo'pgan chaqda, tarat ilishti masala va namoz o'qib qo'pgan chaqda uni o'qishga, yurish qilishga masala va Qur'on o'qish qo'pgan chaqda uni qilishga masala va yine Allah subhanahu va taolo qilgan ibodat degan har xil bo'ladi. Masalan, xususiy ibodat bo'ladi, namoz, ro'za, zakat, haj, jihad, da'vatga o'xshash. Umumiy bo'ladi, musulmonlarga yordam qilish, musulmonlarning kelgan aziyatni ko'tarish, musulmonlarga hasad qilmaslik, mush ishlarni aktiv bo'lib, haqiqiy güzel qilishimiz qilgan har qanday bir yaxshilikni va har qanday bir yomonlikdan yangan bo'lsak, shu yangan yomonligimizni yenishimi güzel, qalbimizning tigidan Allah'ın razı qilishimiz mushuni so'rg'in dedi. Va sen deganki so'rayman ey Allah o'zidan her qandaq bir shirk, kufri, fosiqlik, xiyonat, hasadxo'rlik, adovatxo'rlik, o'chmanlik, g'aybat, shikoyat, fitnaxo'rlikdan saq bo'lgan yurakni so'rayman ey Allah.
ve rastçıl bo'lgan tilni so'rayman ey Alloh degan. Mening tilim doim haqni so'zlaydigan, haq adolat bilan mustahkam turadigan, fitna har qanday g'aybat shikoyatdan yiroq turadigan, Alloh taolo rozi bo'ladigan gap, Alloh rozi bo'ladigan so'zni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti sunnatiga uyg'un bo'lgan so'zni qiladigan shunday tilni so'rayman degan va o'zidan so'rayman sizlar bilgan har qanday yaxshilikni ey Alloh, ya'ni Allah subhanahu va taolodan Allah subhanahu va taolo biz o arzu, o g'oyalarni kichikib qoldi yo kamasmiki deb sanab qolgan Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi, jannatga kirishimiz, kelgusi nurliq, parlaq bo'lgan erkinlikka erishishimiz, bu dunyoda ishimizning biz o'ylamagan yerdan yaxshilanib ketishini iborat bo'lgan, Alloh taoloning o'zi biladigan, biz bilmaydigan nurg'un yaxshiliklarni so'rayman degan. Ey Alloh, sen bilan sen biladigan yomonlikdan panoh so'rayman va sendan ey Alloh, sen biladigan gunohimizni qarta kechirim talab qilaman. Haqiqatan sen g'ayblarni bilguchi ey Alloh deb mushundaq duo qilgan deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush hadisni, mush duoni Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhuga o'rgatgan. Bu hadis silsilati sahih degan shu sahih kitoblar qismida 3888 numurluq sahih hadislar qatorida rivoyat qilingan hadis. Qarindoshlarimiz, demak bu hadis bizni Alloh subhanahu va taolo yo'lida mustahkam turib, hurlikqa, har qanday tushkunlikka, har qanday chekinib olishga, har qanday mas'uliyatsizlikka qarshi jang e'lon qiladigan, jonliq, aktiv bo'ladigan, irodalik, Allohning yo'lidagi mas'uliyatni ustimizga olib, Alloh taologa tavakkul qilib, barliq dunyo kofirlari, munofiqlar, xoinlar moddaga, oltin kumushga, dünyadaki maddi menfaatni qo'g'lashga va uni to'plashga yuzinib ketgan bo'lsa, haq adolat jangchilari degan, haq adolat agashtir degan, haq adolat yo'lda mang'aldiganlar degan, o'zininki Alloh ularga bergan qobiliyatlarini, Alloh ularga bergan barliq iqtidorlarini, Alloh ularga bergan barliq ixtisoslarni, Alloh ularga bergan hayot, avlod, oila jamiyatlarini Xudoy taolo yo'lda chiqim qiladigan, jonliq bo'ladigan, avloddan avlodga qiyomatgacha jonliq aktif Müslümanlarını, aktif ümmetini hayatlıkka ve dünya ahiretlikka, insaniyetki pay etkizdiğen, netice artadigan Müslümanlar dünyasını, insaniyet cemiyetini berpa qilishga tirishchanlik qiladigan mu'minlardan bo'lganligini alohida bu hadisda bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdi. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hidoyati mustahkam turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga erishib, mana shundaq hurlikqa jang qilg'ili, hurlik qarshi turg'ili nasib qilsin. Demek biz dünya ahiretinin baxt saatiga erişimiz ekanmiz, hurlik qarshi turgan vaqtimizda andın dünya ahiretinin baxt saatiga erişalaymiz. Çünkü Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Tabarak surasida Estağfirullah "Efemen yemşi mukibben ala vecihi ahda emmen yemşi sayyen ala sıratin mustaqim." Özününki yüzü astın taraf qarab düm çekkinge, nişansız, gayesiz, fikrisiz, tefekkürsiz, canlanış, onun da bir uygak yok. Uyg'unish yo'q holatda mangan kishi to'g'rilmagan bo'lamdi yoki rav rus yo'l Allohning ko'rsatmasi qarab osmon zamindagi Alloh ko'rsatgan pokitlarni ko'rib Alloh taolo bergan barliq aql, fikri, qobiliyat orqali Alloh taoloning qudratlarini ko'rib Alloh boshlagan yo'lni to'g'ri, Alloh boshlagan hidoyatni qabul qilib aqli, hushi, fikri joyida, jonliq, aktiv holatda to'g'ri ustida mustahkam turgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek kishi tug'ilmagan bo'lamdi deb mana bu oyat orqali bizni haqiqiy mu'min bo'la olsak, haqiqiy Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati, Alloh taoloning quli bo'la olsak, hurlikdan qutuldiradigan bir ishni ko'rsatib qo'ydiki, u bo'lsa-mu biz ishlarimizni, hayotimizni, barliq xizmatlarimizni, har bir kun tartibimizni plan ishiga kirgizish, nishon bo'lish, andaq qarg'ulacha kallımızın işimizi tıkıplam yaşaydıgan emas, belki biz muş hurlikten, hurun ümmet, hurun halik, hurun cemiyet buluştunun kutulumuz. Dünyadaki her kandak bir hurun cemiyetten eşip biz dünyaya, İslam'da ve dünyalıkta, dünyaya payda etkizdiğen hakiki ilgar Müslüman ümmetinden bulalayımız deydiğen itikat düşende bizde bula olsa, biz çokum kandak kılışımız gerekken dese, mana muş ayette bizge ağandak, biz hayatımızı
plan işini mangduruşimiz, günlük işimizde saat mançıdan mançıgacha falan işini kılıman, saat mançıgacha mesela saat sahar vakti 5'ten 6'gacha Kur'an okuyman, 6'dan 7'gacha nafil namaz tahajjud okuyman, yoki namozni baldir tahajjud o'qib, undan Kur'an okuyman, kunduzi falan chaqda xizmatimni qilaman, pustan chaqda kitob ko'raman, pustan chaqda da'vat qilaman, pustan chaqda maktabimning darsini tayyorlayman deb mush vaqtlarimizni nishonga solish, har qandaq bir xizmat va harakat va siyosat bilan shug'ullanayotgan barliq qarindoshlarimizning hammasi o'zininki xizmat plani, o'zining harakat plani, o'zininki guruh, jamoat tashkilotlarimi qilayotgan ishininki strategik, oylik, yillik, kunlik tartibot plani asosida xizmat qiladigan bo'lishga tirishchilik qilsa, ondan Alloh subhanahu va taolo ularga alohida yordam beradiganligini, mana shundaq plan bilan ish qilish Allah Qur'oni Karimda Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan haqiqiy yo'l ekanligini Allah subhanahu va taolo bizga ogohlantirib o'tdi shu oyat orqali. Hurmatli musulmon qarindoshlarimiz, hammamizni Allah subhanahu va taolo mana shu xo'rlikdan qutqizadigan, xo'rlik qarshi jang qilib, aktiv bo'ladigan haqiqiy xolis musulmonlardan bo'lishni nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo hammamizni dunyo va oxiratning baxt saatiga erishishni nasib qilsin. Darsimizning qolgan qismlarini Allah subhanahu va taoloning yordami bilan inshaalloh bundan keyin yine oturup koyumuz. Hemmizge Allah dünyada ve ahiretten baksana. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Birahmetike ya Rahman Rahimin.